Atrofga qarayman, ranglar qora oq. Hayotda qolmadi yaxshilik biroq. Eslasam tanamda uyg'onar titroq. Dunyoga ne bo'ldi bilolmadim men. Erkakcha gap otar qo'lda tutunlar. Shimki ro'molda o'tar xotinlar. Boqarman hayratda to'xtarmi bular. Dunyoga ne bo'ldi bilolmadim men. Dunyo, dunyo, 5 kunlikdir axir asli bu dunyo. Dunyo, dunyo, insonlar qiymati bo'ldimi ro'yo. Dunyo, dunyo, 5 kunlikdir axir asli bu dunyo. Dunyo, dunyo, ajdodlar hikmati bo'ldimi ro'yo. Bo'yalgan shahlo, yurishar nozlari qizlardan alo. Qayerdan bizlarga keldi bu balo. Dunyoga ne bo'ldi bilolmadim men. Ezgulik axtarib do'stimga boqsam, qalbida bir foyda unga qarasam. Jigarlar yuz ko'rmas ichgaydir qasam. Dunyoga ne bo'ldi bilolmadim men. Dunyo, dunyo, 5 kunlikdir axir asli bu dunyo. Dunyo, dunyo, insonlar qiymati bo'ldimi ro'yo. 5 kunlikdir axir asli bu dunyo. Dunyo, dunyo, ajdodlar hikmati bo'ldimi ro'yo. Aka so'zlari bir boshqacha ta'sir kuchiga ega ekan. O'zi kim bu so'zlarning egasi? G'oya o'zimdan chiqqan. G'oya o'zingizniki. Naqoratini o'zim yozganman. Isojon Yunusov degan akamizga tashlaganman, shoir akamizga. Shuni ko'rib bering. Agar qo'lingizdan kelsa, shuni kubletlarga bo'lib yozib bering desam, naqoratini yozmaganda u ham 2 kubletdan narsa yozgan. Shu ayollar haqida, shu ayrim erkaklar haqida yozib bergan. Hozirgi kunga mos tushadigan bir haqiqatan ham insonni o'ylashga chorlaydigan tarona chiqdi. Aka, tabriklayman.